alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzumiz do'ppi tikish haqida. Jiyak 3-4 xil ko'rinishda bo'ladi, har xil bo'ladi. Asosan do'ppiga qora rangdagisi ishlatiladi. Qora, lekin bunda ham 3 xil, ba'zan 4 xil ishlatiladi. Mana bunday hozirga ko'rinayotgani bu o'rtacha. Yana biri bor, pilla ipakdan bo'ladi. U juda ham nafis va eng qimmat do'ppilarga ishlatiladi. Bu hozir har doim ham kiyiladigan do'ppilarga tikiladi. Jiyakka ishlab chiqarishi birinchi ipaklardan, pillalardan hamda oddiy ipaklardan oq rangda tayyorlanadi. Bu do'ppining eng asosiy nuqtasi bo'ladi, chunki do'ppi shu bilan ham bezaladi, hamda tikilib sifat belgisi beriladi. Mana bunday hozir tikilyapti, xuddi shunday qilib o'tkaziladi bu. Va bunga qo'shimcha astar o'tkaziladi, bir-biriga yopishtirilib astar hosil bo'ladi. Astar esa mana bunday ichiga karton qog'oz qo'yiladi, u qattiqlanadi. Qattiq karton qog'oz qo'yiladi. Bag'i esa qo'l bilan, igna ipi bilan chipchilanib keladi. Bu chipchilanib kelgandan keyin mana bunday pliklar tiqiladi va joylashtirilgandan keyin shu ko'rinishga keladi. Mana bu yerda o'sha shunga ishlatilgan plik bor. Qizlarning do'ppisiga ham jiyak ishlatiladi, lekin uniki oddiy materialdan va boshqa nimalardan qilinadi. Oldingi paytlarda lozimlarga ham jiyak tikilgan. U rangli bo'lgan. Hozirda ham o'sha tikiladi va ishlatiladi. Chunki milliylikni yo'qotmaslik uchun. Do'ppi ham o'zbekning yigitlarning milliy do'ppisi va hozirda do'ppi kiyish juda ham kamayib ketyapti. Faqat qora jiyakdan tikiladi. Lekin o'sha qizlarning do'ppisiga hozir mana bu do'ppini chetida ular baxmal jiyak deyiladi. Ularni materialga o'xshagan bo'ladi. Undan o'sha milliy qizlarning do'ppisiga o'shandan kesib, bunga ham ko'rayotgan bo'lsangiz, agar jiyaksiz bo'lsa, juda ham sifatsiz bo'ladi. Jiyak ham do'ppining sifati, ham uni asosi hisoblanadi.